biz O'zbekistonga o'tgandik. Qashqadaryogacha boramiz. Andijondan yo'lga chiqqanmiz. Biz Farg'onada mana bu masjidga kelib asr namozini o'qigandik. Ko'ringlar, juda ajoyib masjid ekan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Shohtolib jome masjidi. Ichkarini ko'ringlar do'stlar. Shunaqangi go'zal ekan. Ustunlarini qaranglar. Har bir ustun o'ziga yarasha chiroy. Qo'l mehnat. Qaranglar. Uzunligi taxminan 60 metr ekan. Eniga taxminan 20 metr ekan. 2 qavat ekan do'stlar. Qaranglar. Eng qisqa joylardan bittasi patologini qaranglar. Qanday qilgan ekan bu patolog? Qanday osgan ekan? Shuni javobini bilishinglar kerak. Do'stlar, yana bitta ma'lumot. Mana shu ustunni shu holatga kelguncha 6 yil vaqt kerak bo'lgan ekan do'stlar. Mana bu chinor daraxti ekan. 2 yil suvda yotgan ekan va 2 yil salqinda quritilgan ekan va yana 2 yil mana bu qo'l mehnatida gullarini, naqshlarini chiqargan vaqt ketgan ekan. Shu ustunni qo'yguncha xullas 6 yilda shunaqa holatga kelibdi. Endi bu ustun 30 yildan o'tibdi bu ustunlar qo'yilganiga. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Qanchalagan tonni yuklarni ko'tarib turibdi. Va mana bunday chiroyli naqshlarda ishlangan avvalgi ustalarimizning ishlari. Endi mana bu o'ng tomonimizda hozirgi zamonaviy ustalarimizning ishlari. Ko'ringlarchi, qaysi biriga sizlar baho berasizlar? Qaysi biriga necha, qaysi biriga necha? Bu ishlarni ko'rib, mashalloh deysizlar. Mana shunday ustunlar har birida qanchalagan tonna og'irlik yuklar tushib turibdi, lekin ko'tarib turibdi necha yillardan beri. Shu usta akalarimizni qo'llar dard ko'rmasin. Aziz do'stlar, Xudo xolasa sizlar bilan Toshkent, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatlar bo'lsa yozaringlar, javob beramiz.